Туғандар, есіңіздерде болса, ушу үйді чыгарган болчук, билесиздер, бир жума алдың 450 миң деп 38 сотук жери менен. Бүгүнкү күндө Өзбекстандан тууганыбыз келип алып отурган учуру, жүрүңүздөр, анда эмесе барып чогуу маек куралы. Видеого бирден класс басышты унутпаңыздар, булчитип классты басыңыздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Нуржан ака, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Акам, алган үйүңүз кут болсун, ак жолтой үйлөрдөн болсун, Рахмат. Өзүңүздү биздин көрүүчүлөргө бир сыйра тааныштыра кетесизби? Мен O'zbekiston fuqarosiman. O'zbekistondanman. Mana sizni Nurjon kanallaridan, YouTube kanallaridan anchadan beri ko'rib yuradiganman. Ko'rib yurib qiziqib, mana shu uylar mana bizga nasib qilgan ekan. 2-3 oydan beri ko'rib qiziqib qoldim. Odamlarni ko'ryapman. Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston fuqarolari, grajantlar kelib, mana shu joylardan uylarni olib, mol qo'ylarni ko'paytirib, fermalarni rivojlantirib, chorvalarni rivojlantirib yurgani uchun men o'zim ham shu narsalarga qiziqib, mana keldim. Nurjon Nursulton kanaliga obuna bo'linglar. Klientlar, musofirlar bitta like bosib qo'yinglar, ayamanglar. Ukamizni podдержка qilaylik. Avvalambor Xudo xohlasa qolgan hammasi zo'r bo'lib ketadi. Mana 5-6 oydan beri qiziqib yurar edim. Mana farishtalar amin degan ekan. Yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishtalar amin deydi. Mana shu uy bizga nasib qilgan ekan. 450 ming rublga uyni oldim. Xudo xohlasa mana mol qo'ylarni ko'paytirib, chorvalarni ko'paytirib, mana joylarimiz bor ekan. 38 sotik, bu yog'i darash ketdi. 25 gektar joy. Ya'ni Xudo xohlasa hamma joyga mol qo'yni ko'paytirib boqib yursa bo'lar ekan. Zo'r. Ota-onasiga rahmat, Nurjon ukamizni. Rahmat akam. Aytqаныңыз келсин. Аллахым ниетиңизге жеткирген болсун. Акам, Өзбекстан кайсыл жагынанмын дедиңиз? O'zbekiston Toshkent viloyati Quyuchirchiq tumanidanman. Quyuchirchiq. Rayon bu. O'zbekistonliklar biladi. O'zbekistonga katta alangali salomlar. O'zbekistondagi o'rtoqlarim, aka-ukalarim, kelinglar, gazni bosinglar, yig'ilishaylik. Sharoitlar zo'r. Svet, gaz hammasidan muammosi yo'q. Zo'r ekan, zo'r joylar. Menga juda yoqdi. O'zim mana keldim, kim nechta variantlarni ko'rdim, 10-15 ta variantlarni ko'rdim. Mana shu uy menga yoqdi. Aslida yoqqan joyi uyi yaxshi, drevyanni zo'r qurilgan, sharoitlari zo'r. Mana bu yoqlarda temir agrotipasida rechkalari bor, katta nima deydi? O'zimizda tilda aytganda katta bir daryosi bor ekan. Xudo xolasa daryoning ichida repromlar qilamiz. Hamma narsalarni ko'paytirib, xudo xolasa shu yerda yashash maqsadimiz bor. O'rtoqlarim ham mana qiziqib qoldi. Mana xudo xolasa mana hujjatlari joyida. Ukamizni joni sog' bo'lsin, ota-onasiga rahmat. Mana hujjatlarni hammasini o'zini shu yerdan podдержка qilib yordam qilib berdi mana. Dokumentlari zo'r. Hammasi uy prami o'zim nomiga o'tdi. Ukam, avvalambor senga yana rahmat aytmoqchiman. Joningiz sog' bo'lsin. Hamisha el yurtimizda duosida bo'ling. Rahmat, Allohim rozi bo'lsin sizdan dag'i. Aytqanыңыз kelsin akam. Uyda qanchaga oldim dedingiz akam? Uyda 450 ming rublga oldim aka. 450 ming rubl. 450 ming rublga. Бүт бардығын бүтіріп бердік пе өзіміз, Xuddi shunday. Dokumentni mana o'zimni olib, yurib, bu yoqqa yugurib, dokumentlarni hammasini cho'tki qilib berdingiz. Mana dokument prami o'zimning nomimda. Men O'zbekiston fuqarosiman. O'zbekiston fuqarosiman. Mana keldim, uylar hammasi uy addini dokument, ya'ni yerlar addini dokument bo'ldi. Hammasi o'zim nomiga o'tdi. Xudo xolasa mana gazdan keladimi, svetdan keladimi, suvdan keladimi, prami o'zimning nomimga keladi. Nalog, palog hammasi. Ukam, joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa hamisha el yurtni podдержка qilib yuravering. El yurtga yordam berib, bizni musofirlar mana shu joylarga, mana shunaqa joylarga ko'payib kelib, mana nima desam bo'ladi? Mana O'zbekistonimizda yoqda, bu yoqda qiynalib yuradigan aka-ukalarimiz bor. Mana kelib mana shu uy joylarni olib, fermalarni ko'paytirib yuraversin. Mol qo'ygan zo'r joylar ekan. O'zim to'g'risini aytsam, ukam, mana anchadan beri niyatim bor edi. Mana shu niyatlarimga Xudo xolasa mana bugun farishtalar amin degan ekan. Mana keldim, mana uy joylarni oldim. Yana bir marta aytmoqchiman, ukam joning sog' bo'lsin. Rahmat. Allohim rozi bo'lsin sizdan. Aytqanыңыз kelsin akam. Bizning ko'ruvchilarga bir sira uyingizni ko'rgazib chiqsak, ma'qulmi akam? Bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Жүріңіз, қана, бисмилла деп. Ушундай болгон үй экен, туугандар, көрдүңүздөр. Үйдүн сыртынан адрес боюнча, адрес Тверская область, район Молоковский район, Мына үйдүн сыртынан ушундай нар жагы болсо, жана 38 сотук жери ары көздөй. Могул жакта сарайы. Көрдүңүздөр. Айлантасы бүт поле экен, каалаган жерге малды кеңири айдай берет экенсиздер. Кеч кирип кетип атат, мына жакшы көрүнбөй деле калды окшойт. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин бир са кирип көргөзүп чыгалы. Кана, бисмилла деп. Акам, бул жагы коридор экен, Mana bu yoqda olsa kirorish koridor bo'ladi. Ya'ni o'zimiz tilda aytganda
oyoq kiyim yechadigan joy qilsak ham bo'ladi. Mana bu tomonlarimizga mana bu yoqdan ko'rsataylik bir boshidan. Endi sal kech bo'lib qoldi. Obunachilarimizga uzrimizni aytib qo'yamiz. Qatorda mana bu tomonda zinadan chiqib kelishda chaqulda ayvoncha deyiladi o'zimiz tilida. Ya'ni o'tirib yoz kunida bemalol bir ko'ra ochiq joyda ichib o'tiradigan joy qo'yamiz. Xudo xohlasa, o'rtoqlarimiz, og'aynilarimiz kelgan paytda qo'yish mana kiramiz. Kirganda mana bu tomondan ikkinchi etajga chiqib ketadigan joy. Ikkinchi etaj ham uy. Uylari zo'r. Bitta katta zal bo'lib qolgan tepada. Aha. Mana bu yoqdan kirib kelamiz. Qana bismillah deb kiraylik qana. Bismillah deb kiramiz. Xo'sh. Buzoq kuxna. Mana bu yoqda bizning kuxnachamiz bo'ladi. Aha. Kuxnamiz. Xudo solsa mana bu yerda ovqatlarni qilib, mana oynalarimiz hammasi akvarium. Ya'ni akva. Bitta gazimiz bor. Yana bu yoqda bitta xudo solsa mana yaqinda mana Nursulton ukamiz o'zi biladi. Ustalarda to'g'ri berdi. Joni sog' bo'lsin. Ustalar xudo solsa mana 3-4 kunda qo'llar bo'shab qolib, kelib uyda ya'ni zan va o'zim uchun bir remontlar qilamiz. Mana ukamizga joni sog' bo'lsin, tanish ustalar to'g'ri berdi. Nursulton avvalambor joni sog' bo'lsin ekan, charchadik. Mana bularni olib tashlab ustalarni o'zi biladi nima qilishni. Ustalarga hammasi tushuntirib qo'yildi. Uy negizi jaqdi akam o'zingizga. Uy yo'qdi. Uy yo'qdi, zo'r. Mana 10 ta 15 ta uylarni ko'rib yurdik. Uylarning ichida menga mashhur yo'qdi. Kichkinagina, ixchamgina. Kichkina deganda kichkina emas, katta. Endi nima deydi? Oddiy qilib aytganda kichkina zo'r. Mustahkam zo'r uylar. Mana bu yerda stollarimiz bor, mana oynalarimiz bor. Xo'sh, mana kitob qo'yadigan joylarimiz bor. Kibit bordigi qolib tur, ha? O'qib turamiz. Hamma narsasi qolgan. Mebellar qolib tur. Devorlar mana. Divan bor, stol bor, stulchiqlar bor. Mana bu yerda divan bor. Mana bu xonamizga kiramiz, spanemizga. Aha. Bismillah deb kirsak. Buzoq spalni. Mana bu xudo solsa bizni lично mana spalnicham bo'ladi. Spalni bo'ladi. Xudo solsa mana kelib, bola chaqa bilan o'tirib bir kechga dam oladigan joyimiz bo'ladi. Mana karavatlar bor bu yoqda. Aha. Pollari yaxshi ekan, pollari yaxshi, rossiyskiy taxtalardan. Mana bu yoqda divanimiz bor. Mana bu yoqda faqat vaqtinchalik shifonyerimiz bor. Mana shu mebelni tashlab ketgan ota-onasiga rahmat, faqat tashlab ketdi. Kerakni olib qolamiz, kerak emasni tashlab qo'yib, bir narsaga ishlatib yuboramiz. Nima deydi? Musulmonchilikka hech narsa ziyon qilmaydi, mushtarchilik joyi yo'q. Xudo solsa hammasi cho'tki bo'ladi. Mana shunaqa joylar. Uylar yaxshi, yo'qdi. Ukamizga yana bir marta aytaman, obunachilar bitta laykda ayamaymiz. Birashgan poddeshkada bo'lishimiz kerak. Hamisha har doim mana xudo solsa hammasi zo'r bo'ladi. Niyatlaringizga yetib yuring. Rahmat akam. Uydan saraylarni bir sira ko'rgazib o'taylik, qanday deysiz? Sarayda. Buyursa akam, qanday planlar emi? Planlar zo'r. Rahmat. Joni sog' bo'lsin. Mana o'zimga nima deydi? Mechsat qilganimday, mechsat qilib yurardim. Mana shu uylar mana menga nasib qildi. Saroyni ko'rsatamizmi? sarayni ko'rsataylik bir, ha? Qana bismillah deb buljaqda saray ekan akam. Bismillah deb kiramiz. Saroy. Saroyimiz ham juda katta ekan. Aha, bir saray, ikki sarayingiz bor ekan, ha? Ichmech saroy, ha. O'zbek tilida aytilganda ichmech deyiladi-da aka. Aha. Mana bemalol kirib ko'ramiz. Mana yog'ochlarni ko'rsatib qo'ying. Yog'ochlarni, nima bu yog'ochlarga vaqti Aganyok esimga kelib ketdi-da. O'zim Aganyokda turaman. Ko'chirchiq viloyati Aganyok deyiladi. Mana Aganyokda bunaqa daraxtlar yo'q hech qachon. Hech kim uyida bunaqa narsalar yo'q. Xudo solsa bu yoqda ashqqa qilib, mana ustalarimizga tushuntirdik, cho'tki qilib, xudo solsa bu yerda zo'r narsalar qilamiz. Remont qilingandan keyin yana bir marta videolarga chiqazamiz. Xudo xohlasa obunachilarimiz ko'radi. Mana shunday variant ekan. Mana qarang. Xo'sh, bizning territoriyamiz bo'lyapti obunachilar. Bu ana beryoza daraxtlardan shunda aynalib kelib, mana bu beryoza archa yo'llarigacha 38 sotik joyimiz ekan. Va bundan tashqari mana daraxtlarda orqasi ariq bor. Katta richka deyiladi. Rus tilida richka. Richkada bemalol yozda baliq boqib, o'rtak g'ozlarni ko'paytirib, nima desam, chorvachiliklarni ko'paytirib, mana narigi tomonni ham olib qo'yasiz. Nursulton ukam, u tomonlar ham polya. Polyani oxiri yo'q. Vobshe cho'tki ekan. Menga juda sharoit yo'qdi. O'shaning uchun mana 10 ta 15 ta uyda ko'rdim. Menga gap uyda emas, uy insonning o'zining qo'lida. Uyda cho'tki qilsak ham bo'ladi, любой время. Avvalambor biznesni yo'lga qo'yish kerak. Biznes zo'r bo'lsa, bunaqa uylarni bundan ham zo'rlari ham bizga nasib qiladi, xudo xohlasa. Va obunachilarim, Nursulton ukamizni obunachilari va shuni xohlaymanki, sizlarga ham nasib qilsin. Menga nasib qilganda sizlarga ham nasib qilsin. Yerlarimiz vobshe zo'r. Menga juda yoqdi. O'shaning uchun
Mana ukam bilan yurdik, ko'rdik, mana ukamning uyida yuribmiz, mana 3-4 kun mehmon bo'ldik, boshqa bo'ldik. Ukamizga ham gap yo'q. Shuncha harakat qilib uy-joylarni ko'rsatdi. Menga aslamda yoqqan joyi polya keng, polyani oxiri yo'q. Bemalol yursang bo'lar ekanda, ukam. Joning sog' bo'lsin yana bir marta. Tағы бір жолы Аллахым үйіңізді құт қылған болсын. Жақсы, Аллахым ниеттеріңізге жеткірген болсын, акам. Aytganingiz kelsin. Joningiz sog'. Үйіңіз құт болсын. Күн сайын біздің YouTube каналдарға сатыла тұрған үйлер шығып тұрады. Ошол жерден көресіздер дагы. Нурсултан ушу маңа вариант жақты, барып көрөм деп келіп көзіп, көзіңіздер менен живой көресіздер дагы. Жақсы аласыздар туғандар. Жақпаса қайра кете бересіздер. Кейинки видеоларда көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.